Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Bo'g'azso'lihda o'ta zo'rlarni so'raganlarga Namangan tuman Tepa Qo'rg'on qishlog'ida o'sha Arashan Yarishga so'lihda Bo'g'azda o'ta zo'rlardan yetib kelgan. Inshaalloh Jobirxon akamizga mana bunaqa sapsariq variantda so'raganlarga 3 partiya qo'yim bor deyaptilar. Inshaalloh narxlari ham qulay qilib beradilar. Qo'ylari ham hamma yerda so'ragan qo'ylar, hamma joyga kelishgan ekan. Akalar, bir vosita ma'lumotlarni olamiz. Jobirxon aka nima gap? Assalomu alaykum Jobirxon kanalining ashaddiy obunachilari. Hammalariga bugungi juma oyi muborak bo'lsin deb Hasanxon. Bugunga biz 3 partiya qo'yimiz bor. Hop. 2 partiya savlug'imiz bor, 1 partiya 40 dona qo'chqorimiz bor. O'ta zo'rlaridan aziz obunachilarimizga chiroylilardan kelib qo'yganmiz. Birinchi partiyamiz qo'ylarni chiroyli qilib ko'rsatib o'tdingchi obunachilar. Mana akalar, bir vosita o'zlaring baho beraverasizlar qo'ylarni ko'rib. Jobirxon aka, bularni bir vosita ma'lumotlarni beraverasiz. Yosh oyliklari qanaqa buni endi? 11 dona. Soni 11 dona. Soni 11 dona. Yosh oyliklari 2 tishdan 8 tishgacha bor. Ichida 2 tane 8 tishi bor, qolgan 2 tish, 6 tish, 4 tish. Bo'ldi. Ikkita 8 tishi bor. Bo'ylari 80 plus. 80 plusga, yerdan balandlik 80 plusga oshaveradi, o'ylanma. 85 gacha. Hammasi bo'g'oza. Xudo hammasi bo'g'oz, birdan egizakchisi bor mana bunda. Inshaalloh egizak tug'adi mana shekillar mana. Yeb ishlasini o'tdim Jobirxon aka buni. Sinovdan o'tgan yana bir hafta sinov olishlar, yeb ichishga. Bo'ldi. Akalar uylar bo'ktirib o'ltirib qo'ysa, biz hali almashtirib to'lab beramiz, lekin yeb ichishiga, salomiga. Yemasa, ichmasa, yemayapti desa bir haftaga qaytarib olamiz. Bo'ldi. Akalar o'ylanmay aloqaga chiqaradigan joyga yetib kelganmiz. Qo'ylar qaydaki Jobirxon aka? Qirg'izistonniki. Qirg'iziston Beshkek aka mana. Hasanboy videoni cho'zmaylik, video chunki qo'yimiz ko'pda. Aslida 5 partiya qo'yimiz. Bash qo'ylardan bitta ikkita ushlab ham ko'rsatib qo'ying, tishini, o'zini Jobirxon aka. Partiya qo'yimiz bor, Hasanboy bizni. Bo'ldi. Qo'yni ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar. Mana. Mashina 8 ekan Jobirxon aka. Ammo qo'y o'ta katta yirik ekan suyagi. Yana birga kelib ko'rib olishaveradi, lokasiyaga tashlab beraman. Bo'ldi akalar. Kelib ko'rib Onlayn savdo ham bor, ha? Onlayn savdo ham bor. Onlayn savdo ham bor, kelib ham ko'raverasizlar Kelib akalar. ko'rib olishaveradi 2 tishdan 8 tishgacha. Bo'ldi. Jobirxon aka, videoni ko'paytirmasdan narxini aytasiz. Shu vaqtda videoni obunachilarimizga alik qilmaylik. Cho'zolmaslik uchun narx sira aytaman, bitta narx aytaman. Bo'ldi. Bitta narx so'ramaydigan qilib aytasiz Jobirxon aka. Bo'ldi. Hasanboy 5 million 700 ming so'mdan 10 bittasini bir joyga olsa, dastlabkasi Toshkentgacha. 5 million 700 ming so'mdan dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Bo'ldi. U yoqqa kelishilgan holda bo'ladi. Bo'ylab kelishilgan holatda bo'ladi. 5 million 700 dan bir joyga. Bir joyga. Tanlab olishga bo'lsa-chi? Tanlab olishga 100 ming 200 mingdan, 100 ming 200 dan plus minus bo'ladi. Akalar, o'ylanmay aloqaga chiqarasizlar. Bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'rib o'tsalaring, narxlar ikkinchi, uchinchi partiyada sinadi inshaalloh. Akalar, mana ikkinchi partiyaga narx qulaydan so'raganlarga o'ta ham yengil qilib beraman deb Jobirxon akamiz aytyaptilar. Soni 14 dona. Jobirxon aka. 14 dona Hasanboy. Soni 14 dona akalar mana. Bularda aytayotgan ma'lumotlar. Bularning bo'yi ham 80 pil 85 gacha. Bo'yi 80 dan 85 gacha olishaveradi. Bir dona 8 tishi bor, qolgan 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'yiladi. Bir dona 8 ta, qolgani 6 tish, 4 tish, 2 tish. Akalar, narxi vashim qulay bo'ladi. narx qulay bo'ladi deyaptilar. Bir dona bunday olasidan ham bor ekan, mashalloh, ko'z tuymas akalar. Bir dona qora, bir dona olasidan bor. Qolgan hammasi sariq shalpon quloq variantlardan, ha, Jobirxon aka. Zotga qo'shib bola olsalarga bo'laveradiganlardan. Akalar mana. Bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Jobirxon aka nechta partiya chiqadi? 3 partiya, qo'chqorimiz bor, 40 dona 3 partiya. 3-partiyaga qo'chqorda o'ta zo'rlardan chiqadi inshaalloh. Qo'chqor zotga boqaman deganlardan chiqadi. Bo'ldi. Soni 14 dona. Buni ham dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladimi? Toshkentgacha u aholiga kelishilgan holat. Bo'ldi. Dastlabkasi Toshkentgacha u yoqqa kelishilgan holda bo'ladi. Jobirxon aka, buni ham narxini o'sha bitta bo'ladigan qilib aytasiz. So'rash shart bo'lmaydi. Pasayib boraveradi, tepaga chiqmaydi. Narxi 5 million 500 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkasi. 5 million 500 dan dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Tanlab olishga bo'lsa-chi? Tanlab olishga o'sha 100 ming 200 ming bo'ladi. Hop, o'rtasidan bo'lib olaman degan obunachilarimizga-chi 2 kishi olsa. 500 o'rtasida bo'lib olsa. Bo'ldi. Akalar, 5 million 500 dan 2 kishi bo'lib olsalar ham ketaveradi, hammasini olsalar ham ketaveradi. Tanlab olishga bo'lsa kelishilgan holda bo'ladi. Bo'ldi. Hammasi bo'g'oz Jobirxon aka. 100 ga 100 bo'g'ozlarda mana. Inshaalloh ko'z tuymas. Bittadan like bosib turasizlar, 3-partiyamizga qo'chqorda o'ta zo'rlar chiqadi.
Akalar mana bundaqa 3-partiyaga zotga to'g'ri keladigan oq yuzlardan, toza arashallardan yetib kelgan. Soni 40 dona Jobirxon aka. Soni 40 dona akalar mana. Bir boshdan qo'yni ko'rib like bosib turaverasizlar. Bir dona qorasi, bir dona kashtani bor Jobirxon aka. Qorasi bor, xolos. Xo'p, akalar, hamma sapsariq shalpon quloq. Man degan aka-ukalarimizga mana zotga ham bo'laveradi. Afg'oni ham bor ekan. Mana aka, bir dona afg'oni ham. Mashi ham o'ta go'zal ekan, Jobirxon aka. Aloqa chiqishadi. Zotga ham tushaveradi, o'n qaranglar qo'yladi. Mashalloh. Kelib ham ko'rib olishaveradi qo'ydi. Bo'l, telefondagilar katta ko'rinishi mumkin, kichkina ko'rinishi mumkin. Har xil ko'rinadi. Bo'ylari 80 plus minus. Bo'l, bo'ylar 80 plus minus Jobirxon aka. Buni bo'ylar 80 dan baland, bitta bo'lishi mumkin 80 minusi. Bo'l. 80 plus da xolos. Bo'ldi, agar 80 plus qo'yaverasizlar. Bitta ikkita 80 minusi bor, qolgan hammasi plusga ketaveradi. O'ylanmay aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bular yeb sinovdan o'tgan Jobirxon aka. Bo'ldi, akalar uylarga yetib borgandan keyin bir hafta sinov olaverasizlar. Yoshi oyligi 10-11 oylik akalar. Hali shak o'tmagan shak damini beradigan variantlar. Shakkardan beradigan variantlar. Rangini qarang, buni rangi pul tasamba aslida. Yaltirib qo'yapti. Buni qo'ylari qarang, rangi pul. Bo'ldi. O, yuzini qarang, mana qo'ydi Mon qaranglar, voy, mashalloh. Uni betini qara. Akalar mon qaranglar, o'ta go'zal ekan. Qo'y mashalloh. Garbonslarni qaranglar, aka, quloq qaranglar, mon qaranglar. Mashalloh. Oldi tushlarini qaranglar, oyoqlarini. Razrizlargan kiygan ekan, akalar, beligacha teksa ko'targan. Mashqo'ylar ham ichida ketadi. Jobirxon aka buni o'zini chiqarsalar dollar chiqadi-a? Bu afg'onni arashanga tashishgan, mana tozasi. Akalar qaranglar, turishini voy mashalloh. Bo'ldi. O'zi Bu ham ichida, bu ham ichida. hammasi bitta narxda ketaveradi-a? Mana aka, bitta o'tkazib ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Xo'p, Jobirxon aka endi buni ham narxini bitta bo'ladigan qilib aytarsiz. Sen bu narxini aytayim 40 tasini bir joyga. 40 tasini bir joyga. Bir joyga sen bu 5 million 200 ming so'm Samarqandgacha dastavkasi. 5 million ekizdan realniymi? Realni 5 million 200 ming so'mdan Samarqandgacha dastavkasi mendan hammasini olgan odam. Bo'ldi. Hammasini bir joyga olsak, Bir dona olaman desa u narxi o'zidan boshqacha bo'ladi, kelishamiz. bo'ldi aka. Mun qaranglar, voy mashalloh. Qo'ylar ko'ryapsiz, mana qo'shqar. Past hammasi zotga cho'rakan Jobirxon aka. O'sha hisobiga yana nima gapib olib bunaqa gapiryapti, lekin 5 million 200 ming so'mni olaman desa katta sommadan o'zim bilib xayrini ham qilib beraman. Bo'ldi akalar, 5 million 200 ming so'mdan xayri ham bor, o'ylanmay aloqaga chiqaradigan variantlar. Mun qaranglar akalar. 1000 dollargacha sotadi mashqo'zi. Voy mashalloh. Turishini qaranglar qo'ydi. Mana akalar. Bitta go'zallardan ekan. Bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib turasizlar akalar, qo'ydi. Bundan ham zo'rlari o'sha zotga tushadigan hammasidan so'raganlarga Jobirxon o'z kanalida bo'ladi. Bitta obuna tugmasini bosib turasizlar. Bugungi videomiz tamom. Like patishga bosib, esdan chiqarmang.